Prezident qarori asosida tashkil qilingan Toshtech universiteti O'zbekiston oliy ta'lim tizimidagi flagman loyiha bo'lib, u amaliy tadqiqotlar va sanoat bilan tizimli integratsiyaga asoslangan muhandislikning yangi modelini shakllantirmoqda. Mazkur oliy ta'lim muassasasining ochilish marosimida universitetda yaratilgan sharoit va imkoniyatlar, shuningdek kelgusida mazkur oliy ta'lim dargohini Markaziy Osiyoda muhandis kadrlarni tayyorlash bo'yicha yetakchi akademik va texnologik markazga aylantirish istiqboldagi muhim vazifalardan biri ekanligi xususida so'z yuritildi. Наша задача – это как раз принести лучшие мировые практики. Bizning asosiy vazifamiz eng ilg'or jahon tajribalarini joriy etish va universitetni texnika oliygohlari orasida xalqaro maydonda raqobatbardosh ta'lim maskaniga aylantirishdir. Shu yo'lda biz universitet strategiyasini shakllantirish, o'quv dasturlarini zamonaviy talablar asosida rejalashtirish hamda ishga tushirilgan fakultetlarni belgilash jarayonlariga katta e'tibor qaratdik. Bu borada eng yaxshi xalqaro mutaxassislar jalb etildi. Natijada universitet bitiruvchilari nafaqat O'zbekiston ichida, balki xalqaro mehnat bozorida ham yuqori talabga ega bo'lgan raqobatbardosh kadrlar bo'lib yetishadi. Toshtech universitetini tashkil etish, rivojlantirish konsepsiyasi, institutsional modeli va ta'lim dasturlari bo'yicha strategik konsultant va hamkor sifatida Boston Consulting Group xalqaro konsalting tashkiloti jalb etilgan. Boston Consulting Group universitetni boshqaruv modeli, sanoat bilan integratsiya, kompensatsiya markazlari va raqamli ta'lim infratuzilmasini shakllantirishda qo'llab-quvvatlamoqda. Boston Consulting Group universitetni boshqaruv modeli, sanoat bilan integratsiya, kompensatsiya markazlari va raqamli ta'lim infratuzilmasini shakllantirishda qo'llab-quvvatlamoqda. Qayd etish kerak, universitet binolari qayta tiklanuvchi energiya manbalari va muqobil issiqlik tizimlari bilan jihozlangan. 120 kWh quvvatdagi quyosh panellari orqali 4000 kvadrat metrdan ortiq binoda isitish va sovutish tizimi tashkil qilingan. Juda ko'p imkoniyatlar yaratib berilmoqda mana shu universitetda oldiga qo'yilgan vazifalarni kelajakda amalga oshirish uchun. Birinchi navbatda bizga hurmatli prezidentimiz tomonidan xorijiy hamkorlar bilan to'g'ridan-to'g'ri qo'shma dasturlar qilish, 2+2 deymizmi, 3+1 deymizmi yoki qo'shma magistratura yo'nalishlarini ochish, ya'ni qo'shma ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirish nuqtai nazaridan akademik va moliyaviy mustaqilliklar berilgan. Undan tashqari bu universitetda o'ziga xos unikal xususiyatlari va ta'lim dasturlarini belgilashda ham mustaqillikka egamiz. Butun Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan tayyorlov dasturini yo'lga qo'ydik, Foundation dasturi. Ya'ni bu ham to'liq davlat tomonidan moliyalashtirilgan. Bu foundation bizga maktab yoshidagi yoshlarimizni muhandislik sohasiga qiziqtirib, keyinchalik bizda o'qish imkoniyatini yaratib beradi. Universitetning tayyorlov ta'lim dasturlari Constructor University Bremen akademik ishtirokida ishlab chiqilgan bo'lib, muhandislik ta'limining xalqaro standartlariga to'liq mos keladi. Ushbu hamkorlik o'quv dasturlarining sifati, baholash va akademik nazorat mexanizmlari, professor o'qituvchilarni tayyorlash va akademik almashinuvni ta'minlaydi. Shuningdek, universitet Singapur, Buyuk Britaniya, Amerika Qo'shma Shtatlari kabi davlatlarning yetakchi oliygohlari bilan hamkorlikda bakalavriat va magistratura ta'lim dasturlarini yo'lga qo'yishni maqsad qilgan. Prognozlarga ko'ra, yaqin 10 yil ichida mamlakatning asosiy tarmoqlarida 35 ming nafarga yaqin muhandisga talab paydo bo'ladi. Universitet ayni shu talabdan kelib chiqqan holda energetika, sanoat, mashinasozlik va yuqori texnologiyali ishlab chiqarishlar uchun zamonaviy muhandislarni tayyorlashga qaratilgan. Ochilish marosimida bir qator ushbu sohadagi tashkilotlar bilan memorandumlar ham imzolandi. Ya'ni ushbu tashkilotlar tomonidan aniq qanday ularga kadrlar kerakligi belgilab beriladi va Toshtech o'sha jahon standartlariga mos bo'lgan bizni yoshlarimiz orasidagi talabalarni mutaxassis sifatida o'qitib chiqarib berishga ixtisoslashgan bu oliy ta'lim muassasasi bo'ladi. Ushbu universitetda o'qish, ya'ni hozirgi paytda to'liq bepul amalga oshiriladi, ya'ni davlat granti asosida amalga oshirilishi belgilangan. Bu ham albatta juda katta imkoniyat bizni yoshlarimizga. Umuman olganda, Toshtech universiteti O'zbekiston va Markaziy Osiyo uchun yangi avlod mutaxassislarni tayyorlash orqali mamlakatning uzoq muddatli iqtisodiy raqobatbardoshligini mustahkamlashga xizmat qiladi.